Teleskopический погрузчик va do'stlar гусеничный экскаваторда kim ishlab bilsa, срочно biz bilan bog'lansa, sizlar uchun открытый vakansiya bor. Mana shu yerda do'stlar like bosib, ishsiz yurgan vatandoshlarimizga bu rolikni jo'natib qo'yamiz. Ko'proq odamlar ko'radi va shunda ishga keladilar. Xullas do'stlar, Katlavanda katta ekskavatorlarda kim yaxshi ishlab bilsa, tez ishlasa, provangiz bo'lmasa-da ishga ola olamiz. Временно keyin esa do'stlar ishlab bu yerdan prova olishingiz ham mumkin. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz iloji boricha biz bilan bog'laning. Keyingi do'stlar vakansiyamiz bo'lsa, teleskopический погрузчик bo'ladi. 120 ming oklad oylik. Yatağınızda beradi, patentingizga to'lov qilib beradi. Главный опыт российский prava bilan oladi. Biz prava, o'zbek prava o'tmaydi, tojik prava ham o'tmaydi. Rossiyskiy prava bilan, traktorniy prava bilan sizni ishga oladi bu yerga. 120 ming do'stlar. Kimga agar ma'qul bo'lsa, 120 mingga. Kimdir uchun bu oylik do'stlar norm bo'lishi mumkin, kimdir uchun esa bu oylik strom, ya'ni kamroq bo'lishi mumkin. Ko'proq oylikka ishlab yurgan bo'lsangiz, пожалуйста, telefon qilib gaplashib ko'rishingiz ham mumkin. Kommentariyada nomer zakrebit qilib qo'yaman. Teleskopический погрузчик GCB bo'yicha deb turib. Bu bo'yicha do'stlar boshqa odamga bog'lanasizlar. Turk firma bu, ya'ni ishga oladigan odam bilan gaplashasizlar. Vatandoshlarimiz bu yerda ishlab turibdi. Oyligi 100% garantировано. Katlavanda do'stlar ishlash uchun biz bilan bog'laninglar. Срочно o'pitingiz yaxshi bo'lsa do'stlar, katta texnikada ishlab yurgan bolalar bog'lansin. Oldindan ishlab yurgan bolalar bo'lsa, пожалуйста, keling, ishlang, bu yerdan pul ishlanglar. Shuning uchun do'stlar, mana shu rolikni maksimalniy поддержка qilamiz, ya'ni ko'proq like bosib, поддержка qilib, mana shu rolikni ish gruppalariga поделиться qilib qo'yamiz do'stlar. Reestr spiskasiga do'stlar kim tushib qolgan bo'lsa, bundan chiqish uchun sizlarga hozir hamma yo'lni biz o'rgatamiz, yordam qilamiz. Moskva Qozog'iston do'stlar yo'nalishida bizning mashinalarimiz bor, granitsa bilan shug'ullanamiz. Moskva Qozog'istonga kim agar granitsaga kirib chiqib qilmoqchi bo'lsa, bemalol biz bilan bog'laning. Chiqishdan oldin polniy zapretingiz bormi, kreditingiz bormi, судебный pристав qilganmisiz, sudka, ya'ni ishingiz o'tib ketganmi, yo bo'lmasam qidiruvda, rozыскdamisiz, hamma do'stlar kamchiligingizni biz sizga platniy отчетni sotib olib ko'rsata olamiz. Keyin esa bemalol xotirjam granitsaga borib kelasizlar. Ishsiz yurgan vatandoshlarimizga do'stlar, yana aytaman, mana shu rolikni jo'natamiz. Ko'proq ishchi kuchi bizga hozirdan время kerak. Гусеничный ekskavator uchun bo'ladi do'stlar. Bu roligimiz teleskop Turk firmaga ham ishga kelishlaringiz mumkin. Kimga agar mana shunda hamma narsasini ta'minlaydigan ishlar kerak bo'lsa, пожалуйста. Oylingiz salgina kamroq bo'ladi boshqa joylarga qaraganda, lekin bosh og'riq yo'q do'stlar. Patent demislar, yo'l puli demislar, hamma narsasi bilan ta'minlaydi. Oylingiz esa do'stlar oklad, shtir 120 ming pul bo'ladi. Keyingi roliklar do'stlar prямо Katlavanning o'zidan ham chiqarib turamiz, xudo xolasa, tez-tez. Ekskavatorlar bu sezonda qancha oylikka ishlab turibdi, qancha pul topadi, hammasini ko'rsatamiz. Rossiyskiy pravaga do'stlar o'qimoqchi bo'lsangiz, spesifikaga biz o'zimiz yordam qilamiz. Moskvadan 1,5 oy, 1 oy vaqt ketadi bunga. 10 yillik garantiyasi bilan o'qitib, sizlarning qo'llaringizga nastoящий legalniy pravani olib beramiz. Bu xizmatlar bo'yicha do'stlar bemalol bog'lanishingiz mumkin bizga. Nomerlar qoldirib o'taman mana. Go. Musofirda yurgan vatandoshlarimiz uchun qisqacha va foydali reklama. Moskvadan Qozog'iston chegarasiga granitsaga kirib chiqib qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. 24 soat xizmat qiladi. Hafta davomida har kuni reys bor. Dokumentlaringizda muammo bo'lsa, yo'lda biz sizga yaqindan yordamchi bo'lamiz. Shuning uchun bez dokument yurgan aka-ukalarimiz bemalol bizga murojaat qiling. Keyin yana bir narsa, reyestrga tushib qolgan hozir vatandoshlarimiz vahimaga tushib qolgan. Reyestr bu deport emas, zapret emas. Siz shunchaki vaqtinchalik ограничениyaga tushib qolasiz. Bu reyestr spiskasidan chiqib ketishning yagona yo'li granitsa qilib kelasiz, yangi immigratsioniy karta bilan registratsiya olasiz, yangi va patentga topshirasiz. Patentga topshirib hamma narsa sizda legalniy bo'lgandan keyin bu spiskadan chiqib ketasiz.